Nech pul deyapsiz buni aka? 40 ming aka bo'lishi. Ko'ringlar. Aka, aytgan pulingizga olamiz. Talashmaymiz. Faqat $500 meniki. O'zingiz tushunasiz. Bo'ldi, muammo yo'q. Ko'ringlar. Mashina qalaydi, odam yoqdimi? Mashina yoqdi. Zo'r mashina, gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi. Bu bola kim bo'ladi sizga? Bu bola meni kuyovim bo'ladi. Umridan baraka topsin, mashina olaman degandim, ertalabdan buyon men bilan birga yuribdi. Yaxshi. Mashina yoqdi. Sal kelishtirib bersangiz olaylik. Doda o'zi kelishtirmoqchi emas edim. Mashinani ko'rib turganingizda kuyovingiz yonimga keldilar. Qaynatam bo'ladilar, qizlarni bergan. Beminnat xizmatimni qiladi. Aka ko'chada bilasiz, mashinani aldab sotib yuborishadi. Mashinangiz zo'r ekan. Kelishtirib bering dedilar. Shu kuyovingizni hurmati $500 o'tib beraman. Nima dedingiz kuyov bola? Barakami? Gap yo'q. Sizga o'xshagan kuyovlar ko'paysin-a.